22 yildan beri makiyajini yuvmasdan yotgan xitoylik ayolni xatosi haqida gaplashamiz. Gao ismli bu ayol 15 yildan beri har kuni bo'yanadi. Hozir esa u 37 yoshda. Ammo uni yuzi doimiy qizarib ketgan, terisi o'ta sezgir va nozik bo'lib qolgan. Buni eng katta xatosi arzon, sifatsiz kosmetika ishlatgani va makiyajini kechqurun to'liq yuvmasdan yotgani. Uni fikricha, makiyajini tozalasa, yana makiyaj qilish uchun ertaroq uyg'onish kerak deya erinib yuvmasdan uxlagan. Oqibatda kimyoviy kosmetika mahsulotlari terini tabiiy himoya qatlamini yillar davomida yeb bitirgan. Eng yomoni, bu zararli moddalar faqat teriga emas, balki qon oqimiga ham o'tadi. Bu esa uzoq muddatda butun organizmga salbiy ta'sir qiladi. Natijada esa terida erta qarish jarayoni, qizarishlar, dermatitlar, organizmda esa allergiya va yallig'lanishlarga sabab bo'ladi. Unutmang, chiroyli teri bu faqat meykap bilan erishiladigan narsa emas. Toza teri bu go'zalligimizning garovi. Bu videoni makiyaj bilan yotadigan erinchoq yaqinlarimizga yuborib qo'yamiz. Biz bilan qoling, chunki biz siz uchun qayg'uramiz.